Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana yana bu galgi obyekt ayrim chayla ustalar ishini buzib, to'g'rilab, buzib tashlab boshqatdan kelyapmiz. Mana ko'ryapsizlar. Har bitta ishni o'zini mutaxassisga qilgizinglar deb har doim aytamiz, lekin baribir qadrli yurtdoshlarimiz orzaniga cho'ratda. Mana shuncha joyda shuncha mahsulot xoramni chiqargan. Mana burchutkasigacha yig'ishtirib tashlanyapti. Yangi Chuskan kortdi mahsulotlar bosiladi endi. Burchutkasi ham yaxshi emas. Ustalarning ishi nol. Yig'sa ko'chib ketaveradi. Mana moslab ham ketavergan. Bunda kubuklar. Mana Suxoyda urushda oqibati shuna bo'ladi. Xohlagan joyda xohlagan ishini qilib ketaverganda. Nima xayolga kelib qolsa o'sha ishni qilib ketavergan. Xudo xolasa bitgandagi bir chiroyli video qilamiz. Ko'rib baho berasizlar.